Assalomu alaykum. Rossiyada ishlab pensiya olish mumkinmi? Ha, faqat buning ma'lum bir talablari bor. Mehnat muhojirligida yurgan inson borki, ertasi haqida, aniqrog'i pensiya haqida ham o'ylaydi. Vaqti kelib quvvatdan qolganimda davlat menga pul beradimi? Buning uchun nima qilishim kerak yoki Rossiyada ishlaganim uchun pensiya ola olamanmi degan savollar ularni qiynaydi. Xo'sh, o'zi pensiya nima degani? Pensiya bu inson mehnat faoliyati tugagandan so'ng, ya'ni nafaqaga chiqqanidan keyin davlat yoki boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan to'lanadigan moddiy ta'minot. U mehnat faoliyati davomida to'langan ijtimoiy soliqlar va pensiya jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar evaziga beriladi. Rossiyada ishlab pensiya olish imkoni bormi? Albatta, buning uchun siz Rossiyada rasmiy tarzda ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Shunda ish beruvchi har oy siz uchun Rossiya pensiya jamg'armasiga maoshingizning 22% miqdorini o'tkazadi. Unutmang, bu to'lov sizdan emas, balki ish beruvchi hisobidan undiriladi. Ammo buning o'zi yetarli emas. Rossiyada pensiya olish uchun asosiy shart bu doimiy yashash guvohnomasi, ya'ni vid na жительство mavjud bo'lishi lozim. Agar sizda patent yoki vaqtinchalik ishlashga ruxsatnoma bo'lsa ham pensiya olish huquqiga ega bo'lmaysiz. Shuningdek, kamida 15 yil Rossiyada yashagan va pensiya yoshiga yetib kelgan bo'lishingiz kerak. Rossiyada pensiya yoshi ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yosh. Tan olish kerakki, aksar muhojirlar bu talablarga javob bermaydi. Shunday ekan, yaxshisi Rossiyada ishlab O'zbekistonda pensiya olish haqida o'ylash kerak. O'zbekistonda kimlar pensiya olishi mumkin? Erkaklar 60 yoshda pensiya oladi. Ish staji kamida 25 yil. Ayollar 55 yoshda pensiya oladi, kamida 20 yil ish staji bilan. O'zbekistonda chetda ishlayotgan mehnat muhojirlari staji hisobga olinadimi? Agarda o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi chet elda ishlagan davri uchun ish staji kerak bo'ladigan bo'lsa, bu albatta birinchi navbatda tegishli hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Chet eldagi ishlagan davri uchun chet eldagi ish beruvchidan o'sha ma'lumotnoma olib kelishi majbur, shart bo'ladi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu o'sha mehnat daftarchasidagi yozuvlar bo'lishi mumkin. Shu O'zbekiston fuqarosiga chet elda ishlagan davri uchun chet eldagi ish beruvchi mehnat daftarchalariga yozuvlar kiritib bergan bo'lishi kerak. Agarda ushbu yozuvlar kiritilmagan taqdirda, demak o'sha fuqaroyimizga chet elda ishlatgan ish beruvchi ma'lumotnoma ham berishi mumkin. Yoki bo'lmasam ushbu ma'lumotnoma ham olinmagan taqdirda chet eldagi o'sha vakolatxonamiz tomonidan haqiqatan ushbu fuqaro chet elda ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjat tariqasida ma'lumotnoma ham taqdim etishi mumkin. Xorijda ishlovchi o'zbekistonlik o'z vatanida amaldagi qonunchilikka muvofiq pensiya olish uchun ma'lum ijtimoiy soliqlar to'lab borishi kerak bo'ladi. Uning tartibi va miqdori qancha? Fuqaroyimiz pensiya jamg'armasiga murojaat etadi va o'sha yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotnomalarga asosan pensiya jamg'armasi ushbu fuqaroni pensiya jamg'armasiga tegishli bo'lgan summani hisob-kitobini chiqazib beradi. Nechta pul to'lash kerak va qancha ish stajiga ega bo'lish to'g'risida ma'lumotini, hisob-kitobini chiqazib beradi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 408-moddasiga asosan chet elda ishlagan fuqarolarimiz uchun minimal to'lovlar belgilab qo'yilgan. Bu degani 2020-yil 1-yanvardan keyingi ishlagan davri uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ish stajiga ega bo'lish uchun eng kamida bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobar yoki bugungi kunda 375 ming so'm to'lagan taqdirda 1 yillik ish stajiga ega bo'ladi. Bu degani ushbu fuqarolarimiz ham o'zini o'zi band qilgan shaxslarga tenglashtirilgan. Lekin shuni yana alohida aytib o'tishimiz kerakki, ushbu toifadagi fuqarolarimizni to'lovlari 3 toifaga bo'lingan. Bu nima degani? Demak, ushbu fuqarolarimiz agarda 2020-yildan oldingi davrlari uchun ijtimoiy soliqlarni to'lab ish stajlarini hisoblagudek bo'ladigan bo'lsa, ularga alohida tartib belgilangan. 2019-yilgacha bo'lgan ishlagan davri uchun har oyiga bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobardan to'laydi. Bu degani 375 mingni 12 ga ko'paytirilgan degani. Bu degani 1 yillik ish stajiga ega bo'ladi. 2019-yil uchun bazaviy hisoblash miqdorini 4,5 barobarini 1 yillik uchun to'laydi. Demak, 1 yilga 4,5 barobarni ko'paytiradi 375 ming.
va 20-yil 1-yanvardan keyin O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining yangi redaksiyasi nashr etilishi bilan demak ushbu Soliq kodeks 408-moddasiga asosan ushbu toifadagi fuqarolarimiz 20-yildan keyingi ishlagan davr uchun ba'zi bir hisoblash miqdorini 1 barobarini to'laydi. Shu o'rinda muhim jihat, siz ijtimoiy soliqlarni o'z ixtiyoringiz bilan O'zbekistonda qancha ko'p to'lab borsangiz, shuncha ko'p pensiya olasiz. Ya'ni pensiyangizning miqdorini siz to'lagan summa belgilaydi. Agarda fuqaro ba'zi bir hisoblash miqdorini 1 barobardan to'lasa, albatta unga minimal pensiya tayinlanishiga olib keladi. Agarda fuqaro o'z imkoniyatidan kelib chiqib turib, bir minimal emas, 1 yilga balkim 4-5 yoki undan ham ko'proq to'lovlarni amalga oshiradigan bo'lsa, albatta unga pensiya miqdori ham mutanosib ravishda balandroq tayinlanadi. Buning uchun albatta pensiya miqdori qancha tayinlanishi bo'yicha demak maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta u pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga murojaat qilishsa, u yerda albatta ushbu fuqaroning ishlagan davrdan kelib chiqib turib, qancha pensiya miqdorini o'ziga xohlaydigan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib hisob-kitoblarni amalga oshirib va to'lovlarni belgilab beradi. Bundan tashqari O'zbekistonda qo'shimcha pensiya jamg'arish tartibi ham bor. Bu xalq tilida INPS atamasi bilan mashhur, ya'ni individual pensiya jamg'arma hisobi. Jamg'arib boriladigan pensiya tizimi ham mavjud. Bu Aksiyadorlik tijorat xalq bankini qoshida, bu o'sha hozirgi kunda INPS deymiz. Demak xalq tilida aytganda INPS deyiladi. Bu yerga albatta o'sha belgilangan miqdorda majburiy to'lovlar mavjud. Bu o'sha ishchi xodimlarimiz oylik ish haqidan majburiy tartibda 0,1% miqdorida demak jamg'arib boriladi. Lekin ushbu tizimda ham ixtiyoriy tizimlar mavjud. Fuqarolarimiz agarda o'ziga o'sha jamg'arishni ko'proq xohlaydigan bo'lsa, albatta ular o'zining imkoniyatidan kelib chiqib turib 0,1% emas, balkim o'sha ish haqisidan 5 yoki 8 yoki 10% gacha o'zlari jamg'arib borishlari mumkin. Lekin o'sha jamg'arib borilgan mablag'larning barchasi demak o'zlarining shaxsiy hisob varaqlarida jamlanadi va pensiya yoshiga yetganda ushbu fuqaroning talabiga asosan xohlasa bir yo'la yoki bo'lmasam o'sha grafik asosida to'lovlarni olishi mumkin, o'sha mablag'larni o'zi olishi mumkin. Nega ixtiyoriy to'lov qilish foydali? Sabablarini izohlaymiz. Soliq imtiyozlari. Pensiya jamg'armasiga o'z xohishingiz bilan qo'ygan mablag'laringiz 12% daromad solig'idan ozod qilinadi. Bu soliq to'lamasdan mablag'ni jamg'arish imkoniyatidir. Navbatdagisi inflyatsiyadan ustun foizlar. Ya'ni hisobingizdagi pullar yil davomida inflyatsiya darajasidan yuqori foizlarda o'sadi. Bu pul qadri tushib ketishining oldini oladi. Navbatdagisi meros sifatida qoladi. Agar muhojir vafot etsa, jamg'armadagi mablag'lar to'liq ravishda merosxo'rlarga o'tadi. Qachon va qanday holatlarda pulni yechib olish mumkin? Bu pensiya yoshiga yetganingizda, chet elga doimiy yashash uchun ketganingizda, vafot etsangiz, jamg'arma to'liq meros sifatida yaqinlaringizga beriladi. Yana bir muhim bir jihat. O'zbekistonda pensiya olayotgan va bir vaqtning o'zida 3 oydan ko'proq chet elda bo'lgan shaxslarga pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Ammo qaytgandan so'ng to'lovlar qayta tiklanadi. Faqat so'nggi 24 oy uchungina to'lanadi. Chet elda ishlagan fuqarolarimiz nafaqat yoshga doir pensiyaga chiqish imkoniyati, balkim o'sha belgilangan to'lovlarni amalga oshirsa, albatta ular o'sha chet elda ishlagan davrida xudo saqlasin o'sha nogironlik bo'lib qolishi mumkin yoki bir nojo'ya bir baxtsiz hodisalar bilan o'sha qo'pol qilayotganda sog'lig'iga yoki vafot etib qolishi mumkin va hokazo. Albatta u fuqarolarimiz pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliqlari kelgusida o'sha farzandlariga yoki o'zi o'sha nogiron bo'lib qolganda nogironlik pensiya tayinlashiga ham zamin yaratadi. Bangladeshlik taniqli iqtisodchi, bankir, Nobel mukofoti sohibi Muhammad Yunus aytganidek, har bir inson keksayganda ham qadrli hayot kechirish huquqiga ega. Pensiya bu huquqni amaliy ro'yobga chiqaradi. Bu masala sizni o'ylantirsa, aytganlarimizga muvofiq harakat qilib ko'ring.